Bizga mana bu sonli ketma-ketlik berilgan va so'roq belgisi o'rnidagi sonni topishimiz kerak. 1783, 3178, 8317. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, hamma sonda mana shu 4 ta raqam ishtirok etgan. 1, 7, 8, 3. Faqat o'rinlari almashib ketgan. Xo'p, endi mana men birinchi sonni yozib oldim bu yerda tepaga. Birinchi son 1783. Ikkinchi son hosil bo'lish uchun qandaydir orasida bog'liqlik munosabat bor. Bu yerda oxirida turgan mana birliklar xonasida turgan sonni olib, shunday boshiga qo'ysak, mana 3178 ikkinchi son hosil bo'ldi. Endi yana oxiridagi birliklar xonasida hosil bo'lib qolgan sonni olib yana boshiga olib kelsak, 8317 bo'ladi. Bu uchinchi son. Demak, mana bu so'roq o'rnidagi son topish uchun yana mana bu birliklar xonasidagi sonni oldiga eng boshiga olib chiqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, javobimiz 7831 bo'ladi.